Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Instagramdagi trenddagi videoroliklarni tomosha qilamiz. Video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Unda qani ketdik. bilan qaydasan hammayni qaydasan. Saman 35 ming, betapiriz 40 ming. Aklamatir ham olamiz. Kecha-kechagi video chiqmadi deb ko'pchilik so'ragan ekan. Kecha-kecha qalay bo'ldi? Kecha-kecha zo'r bo'ldi, chunki men kutgan joyda Doston bozori jangi edi. Doston bozorov yutdi, tabriklayman Abdushi. Kim kecha stavkalarda pul yutkizgan bo'lsa, sizlarga I mean, where the fuck should I really even? Money. Money. I mean, Men dunyodagi eng xavfsiz deb tan olingan va arab davlatlari ichida eng boy davlat Qatardaman. Bu davlatda oddiy bino yo'q. Tornado shaklida doira, yarim oysimon deysizmi, tegi-teshik, mamlaqa bodring shaklida, ingichka uslubda qiyshayib ketgan tigr Lego uslubida. Nima Lego? Baxtli yashash bo'yicha doimiy uchtalikda turishadi, lekin $5000 oylikdan noliydigan odamlar ham shu yoqdan chiqadi. Yo'llari keng, shahar ichida tezlik ba'zi joylarda 100 Do'stlar, mana bu bolaning holatiga bitta qarang. Muhammad Ali. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men uchun kelganlar bor. Sizlardan kechirim so'rayman. Men bitta narsani aytamanki, u faqatgina stolga ishlayman degan. U faqat hozir shunaqa shug'ullanyapman. Mana bu Mahrga nima so'raysiz? 9 xonali uy bilan kelik. Mahrga nima so'raysiz? 9 xonali uy bilan. Тайсон, что будет в бою с каменем карате? Просто Не, просто Тайсон. xumorini ko'rinar ko'rmas udarlab oldi bugun. Kuni kecha bo'lib o'tgan Grammy marosimida Billie Eilishning Wildflower qo'shig'i Yil qo'shig'i nominatsiyasini qo'lga kiritdi. O'zi bu qo'shiq nima haqida edi? Billy ushbu qo'shig'ida yaqin dugonasining yigitiga oshiq bo'lib qolgani haqida kuylaydi. Eshitilishi biroz g'alati, lekin qo'shiq shunday. Wildflower nomi ham bejiz emas, erkin o'sadigan. Это скажешь. hammada O'shaning uchun ham dovdirab qolman, chunki go'zallik juda ham ko'p. Do'stlar, pulim yo'q deb Sizlar qolsinlar. Chiroyga qilamiz. Dakan Qilmayman-ki. Sochiga oqtirda bo'lmasa. O'rtoqlar, masha ham aynibdi. Bundan narsa kutib bo'lmang. Jiyanim ko'ra. qachon sakraydi bu? Alo! Alo! Yo! Millionlab odam
Liga Octagon golfni hozir yutgan bola bilan meni jangimni tashkillashtirib beringlar. Men mana shu bolaga rizq tashiyman. Liga Octagon menga jang beringlar. Hozirgina golf yutgan bolaga men vizib tashiyman. Men uraman bu bolani. Parviz aka. Everything okay in here? İki ketdik. Esinden çıkarma. Erkek kişi. Pelo amor de Deus, né? Papo de estampa de camisa, né? Papo, né, de quem vai virar saudade, né? Papo de quem quer ver a mãe. Pelo Xohlasanglar bu videoga like bosmanglar, hype yo prosmotr uchun qilayotganim yo'q. Kuni kecha Shahzod gol yutqizdilar. Instagramni ko'ryapsizlarmi? Hamma videoda ustidan kulinib chiqilyapti. Qani podдержка berib turgan odamlar? Nima sizlarni podдержкаlar faqatgina bitta mag'lubiyatgachami? To'g'ri, Shahzod akaning bazasida baribir Iroq. Sana qancha tutdimmi? O'zbekiston jaqdimi? Aleyküm selam. Chotkimi brat. Boy qachon boy? Qachon o'zi? Boy, sen uchun men Tailanddan keldim. Da? Ha. Men O'zbekistonga keldim sen uchun. Davay. Qachon to'g'risiz? Любой o'ring. Martmi? Mart. Mart chiqasizmi? Ha, mart. Ke, haqiqat. Bular